Hop, assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar. Короче, hozir polirovka qilyapmiz travertinimizni. Bunisi birinchi sroy bo'lgan. Bular 150 tayilda qilinadi. Endi travertinning holatiga qarab, qattiq travertin bo'ladigan bo'lsa, qimmat travertinlardan bo'ladigan bo'lsa, 150 talik, 200 talikda qilinadi. Maqsad beraman. 300 talikda undan kattaroqlarida qiynalib qolasizlar. Shu 150 talik toshimiz birinchi sroy qilinadi, fulni. Keyin ikkinchi sroyda 500 talikda qilsanglar yoki 300 talikda qilsanglar, undan yaxshi yaltirab chiqaveradi. Hozir buni yarmini qilganmiz. Xudo xolasa bitgan videolarni qo'yib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan yaxshi videolar chiqarib boramiz.